qishloq qilasizlar, tayyormisizlar? Mana bunday juda ham ko'p pulni yutib olishga. Albatta tayyormiz. Nima uchun yo'q bo'lishi mumkin? Davay tezroq o'yinni boshlaylik. Xo'p, bo'lmasa sizlar mana shu shaxtaga kirib, mani qidirishinglar kerak bo'ladi. Mana shu pullarni yashirib qo'ygan yerga, tushunyapsizlarmi? Bo'ldi, davay bemalol o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa o'sha bosqichning oxirigacha barcha salom olaman. Ismim Kompot va meni videoroligimga xush kelibsizlar. Obunachlar. Bugun qarochi masalaga tushuntirib beraman. Qisqasi mana bu 3 ta qishloqni meni qidirish kerak. Salom. Xo'p, qisqasi mana bu shaxtalardan o'tish kerak bular. Mana bu yerlardan o'tish kerak va har doimgidek mana bu yerdan qiyin challenge'lardan o'tishadi va mana bunaqa moblardan va mana bu yerdagi challenge'lardan o'tishadi, bosqichlardan o'tishadi va bu yerlardan ham o'tishadi. Obunachilar juda ham ko'p yerlardan o'tishlari kerak bo'ladi va oxirida va mana bu yerga kelishadi obunachilar. Ha, obunachilar va yana juda ham ko'p bosqichlar bor va sizlar tayyor turinglar. Hozir sizlar kelishib turinglar. Tushundinglarmi? Men ungacha narsamni yoshirib chiqaman. Bo'ldi, bo'lmasa davay barchamiz kutamiz sani. Tushundingmi? Senga omad qarochi davay. Bizga ham omad albatta. Bo'ldi, mayli. Nima bo'lganda ham bo'lmasa mayli ketdim. Xo'sh, obunachilar bo'lmasa hozir men qayerga yashirsam ekan? To'xtanglar. Hop, mana bu yerdan o'zimni sirli yerim bor edi obunachilar. O'zim yashirib qo'ygan yerim. Bular bilishmaydi. Agarda bilishsa juda ham zo'r bo'ladi. Lekin menimcha bilishmasa kerak. Mana bu yerdan asta kavlaymiz-da, asta o'tib ketamiz. Xo'p, asta yopamiz. Bu yerdan ham, mana bu yerdan ham, mana bu yerdan ham asta buzamiz-da. Mana obunachilar va mana bu yerdan o'tamiz. Ana va oxirgisi mana bu yerdan bunday kelamiz-da. Mana bu xonada pullarni yashiramiz. Bo'lmasa obunachilar biz hozir barcha daftarlarni joylashtirib qo'yaman, chunki bular har qachon kelishadi, balkim bilmadim, bir kunlab qolib ketishi mumkin, lekin menimcha qolib ketishmasa kerak. Jaminchalik qishloqlar oddiygina yoki o'yna olmaydigan odam emas ular. Har qalay o'zini eplay oladigan odam bo'lsa kerak obunachilar. Yana ham bilmadim, ya'ni qishloqi bo'lsa kerak. Mayli, bu yerga pullarni qo'yamiz, bir ikkita pullarni chiroyli ko'rinish uchun. Yaxshi. Obunachilar, bu pullar haqiqiy pullar, xavotir olmanglar, hech qanaqa soxta pul emas. Bu pullarni qayerdan oling deydiganlar bo'lsa, albatta o'zimizning hamkorlarimiz bor va o'shalardan oldim. Bo'lmasa mayli, mana bu kravatchaga mana shunday o'tirib olaman-da va kutaman qishloqlarni kelishini. Bo'lmasa mayli. Mana qachon kelishar ekan ular? Mayli. Xayr obunachilar, ko'rishguncha bo'lmasa. Hop, qishloqlar. Xo'p, bo'lmasa biz kim birinchi kirishini tekshirishimiz kerak, ya'ni bilib olishimiz kerak mana shu shaxtaga. Kim birinchi kirishadi, ha? Bo'lmasa men birinchi kiray. Bo'ldi, sen birinchi, ikkinchi kim kiradi? Bo'ldi, men kiraman ikkinchi. Bo'ldi, bo'lmasa ikkinchi sen kirsa ham oxiri men kiraman. Bo'ladimi? Birinchi oq qishloqi, ikkinchi siyoh rang va uchinchi men jigarrang qishloqi. Bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa mayli. Bo'lmasa birinchi sen davay, senga omad va davay o'zingga qara. Xo'p, mayli, bo'lmasa men o'zimga mana bu qilichimni oldim va qilichni yorib yuboraman. Bo'ldi, mayli. Agar qilich yozib yuborsang mayli, bo'ldi. Senga omad. Davay, sen ortingdan keyin biz asta-sekin kiramiz. Bo'ldi, bo'lmasa men kiraman. Xo'sh, mayli. Bo'lmasa men asta-sekin kiraman. Xo'p, bu yerlarda nima bor ekan? Menimcha osonga o'xshayapti. Mana bu yerda qanaqadir vagon bor ekan. Yaxshi. Bo'lmasa mayli. Mana bu vagonga chiqib olgan menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Hoppa, juda ham zo'r, juda ham tez ketmoqda. Yaxshi, juda ham ajoyib. Mayli. To'xta. Sal qoldi-ya, tushib ketaman deb o'ylagandim. Mayli. Yaxshi. Xo'p, bu yerlarda qanday chiqsa bo'lar ekan? Juda ham g'alati yer ekan. Qanaqadir shaxtami bu yer? Shaxt, o'zi shaxtagan-ku, nima deyapman? Bu yerga qanday chiqsa bo'lar ekan? Tushib ketibdi-ku bu yer. Xo'sh, bu eshikni ochib chiqib ketsa bo'lar ekan. Bu eshikni lekin qanday ochaman, Xo'sh, o'ylashim kerak. Chotda nimadir g'alati, menimcha mana buni aktivatsiya qilish kerak. Bo'lmasa, mana bu yopiq ekan-ku. Qanday qilib kirib ketsa bo'ladi bu yerdan? Xo'sh, bo'lmasa bu to'xtab turinglar, bo'lmasa buni mana buni aytaraman. Mayli, xo'p, mana shu yerda tursin. Xo'sh, ana endi mana buni aktivatsiya qilishim kerak. Bo'lmasa, mana buni buzishim kerak. Mayli. Ketib qolma. Ketib qolma. Hozir ketib qolsang barchasi rasvo bo'ladi. Davay, Oppa, normalniy. Yaxshi. Ana endi bo'lmasa mana bu yerga qurib olaman. Yana ana bunday qilib bitirib boraman. Oppa. Yaxshi. Ket. Ana endi mana bu yer ochilishi kerak. Davay, ochil. Oppa, normalniy ochil. Davay, tezroq qo'yib yuboramiz. Oppa, normalniy. Xo'sh. Ana o'tib ketdi. Ajoyib. Xo'sh, ana endi mana bu yerdan chiqib olaman. Oppa, yaxshi. Mana bu yerda nechak bor ekan? Oppa, o'tib oldim. Yaxshi. Mana bu yerga chiqish bo'lmaydi. Endi bunga chiqib ketsam aniq yomon bo'ladi. Ana aytganimdek. Bu yerdan bu yerdan tushish kerak ehtiyotkorona. Mayli, qanday qilib tushsam ekan? Mana bunday qilib tushganim yaxshi bo'lmasa, oppa, mayli. Oyog'im bor vashi. Yomon o'rni bor oyog'im. Mayli, chiqsin yo'q. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerlarda o'tib kelib. Mana bularni yo'qol oldimdan yo'qol. Yo'qollaring, mana bu qilishimni olaydi va barchasini biz urib tashlaydi. Urish juda ham qiyin ekan-ku. Yo'qollaring, voy. Yo'q. Yaxshi. O'tib oldi mana endi. Mana bu yerdan o'tamiz-da.
Ya narsa, mana bu qishloqqa judayam yomon bo'lib qolibdi. Ye, mana bunani. Voy, yo'qoladi, davay barchasini otib tashlashim kerak. Hoppa, yaxshi, davay. Voy, yaxshi. Oh my god, nima bo'ldi mana bu qishloqqa? Judayam yomon ish bo'libdi-ku bunga. Mayli, nima bo'lgandayam. Mayli, yaxshiyam pistoletimni olibman, mana bu arjamni. Oho, mana bu nima? Buni qaranglar yomon. Ko'zi qimirladi, bu yerdan ketish kerak. Bu otni anaqa qilishi mumkin bu. Tishlash mumkinmi? Nimadir qilishi mumkin-da. Judayam qarang, kompot bunchalik yomon narsalar quradi deb o'ylamagandim, lekin voy, yoryapman. Yonyapman, bor vashsha yonisham yondim-da, voy. Tezroq och. Hoppa, normalniy, yaxshi. Hop, mana bu yer parkour ekan. Ehtiyot bo'lib parkourda o'tish kerak bo'lmasa. Yaxshi. Bo'lmasa qanday qilib o'tsam ekan-a? Pistoletim ham yordam bermaydi. Bo'lmasa asta mana bu yerdan o'tishim kerak. Mayli, ehtiyotkorona o'tmasam bo'lmaydi. Lavaga tushib ketsam bariq tamom bo'laman. Yaxshi. Tezroq bu pullar meniki bo'lishi kerak. Bu pullarni olishim kerak. Yaxshi. Ana. Bu yerda nima bor ekan? Bu, ya'ni bu sandiqda nima bor? Portalning gun bor ekan obunachilar. Ya'ni portal chiqarsa bo'ladi. Mana bunday portal qilamiz. Mana bu portaldan sekinlik bilan o'tamiz. Hoppa, normalniy, ajoyib. Mana bu yerga bitta portal ochaman. Hoppa, yaxshi. Endi mana bu portal ochildi. Mana bu yerdan o'taman. Voy, mana buni qaranglar, voy, yo'qol. Voy. Nima edi bu? Uxlayotgandimi bu? Nima tushunmadim, yo. O'zing ketib qolganmidi? Bilmadim. Nima bo'lganda ham bo'lishni ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu nima ekan? Bu nima uchun ekan? Mayli, biror nima uchun kerak bo'lsa kerak. Mayli, eshikni ochamiz. To'xtanglar. Menimcha bu richak qurishim uchun bu menimcha kompot bu yerga qo'yib qo'ygan. Yaxshi bo'lsa, buni richakcha qo'yamiz-da, mana shunday qilamiz-da. Mana shunday qilib o'tib ketamiz richak bilan. Ajoyib. Xo'p, bu nima ekan? Yana boyagi zombimiz. Zombilar jonimga tegdi. Pistoletim bor, o'yin qilma. Davay. Hoppa, normalniy. Yaxshi, judayam tezlik bilan yo'q qilib yubordi buni. Ajoyib. Endi qayerga ketsam ekan? Mana bu yer ekan. Ajoyib, bu yerlarda nimalar bor ekan? Oddiygina yer ekan. Voy, perkamni bekor olib kelyapman-da. Instrumentlarni mayli qo'li bilan buzishimga to'g'ri keladi. Davay, tezroq buzilib, mayli buzildi. Hoppa, ajoyib. Mana endi bu yerda asta o'tamiz-da. Yaxshi. Asta sekinlik bilan kirish yopilgan deyapti. Nimaga kirish yopilgan bo'lishi mumkin? Davay, mana shunday kiramiz. Ya'ni kirish taqiqlanadi deb yozilgan. Endi nima deymiz? Endi bizga farqi yo'q. Voy, sanama, voy. Mana bu gravellar ustimga tushib qoldi. Yordam. Tiqilib qoldim. Xo'sh, yaxshi. Ajoyib. Bu chumadi. Nima bo'ldi bu yer? Bu yer yopib qo'yibdi-ku yo'lni. Yaxshi, men instrumentni olmaganman. To'xtanglar-da. Bu yerdan buzib bo'lmaydi. Qaranglar, mana bu yerda chiqish yo'lagi bor ekan. Yaxshi. Bularni tezroq buzamiz-da. Asta chiqamiz. Shuni demoqchi edim. Siyoh rang qishloqi. Sanmi? Sani bosib qolibdi-ku bu. Janarsa, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bechora qishloqi, oq qishloqini ko'rdim, mana endi siyoh rang qishloqi. Aytdim senga instrumentlarni oldim. Mayli. Omadsiz ekaning, lekin uzr so'rayman. Senga yordam bera olmadim. Vaqtida kelganimda yordam berardim lekin. Yaxshi, mana buni tezroq buzamiz. Hoppa, normalniy tezroq buzsa bo'lmaydimi? Hoppa, yaxshi, ana buzildi. Qishloqqa men senga rahmim kelyapti, mayli. Ana endi mana bu eshikni ochamiz-da. Hoppa, normalniy. Ochiladi. Ana ajoyib. Bu suvmi? Suvni yomon ko'raman-da. Janarsa, mayli bo'lmasa suv. Mana shunday qilib tushamiz-da. Asta sekinlik bilan o'tamiz. Yaxshi. Xo'p, bu yerdan o'tmaymiz. Xo'p, qayerga o'tsam ekan? Bu yergami? Bu yerga. Mayli, mana bu yerga o'taman. Yaxshi. Ajoyib. Nafas olamiz. Yaxshi, endi asta o'tamiz. Obunachilar, endi men bilasizlar. Ko'p nafas olmayman. Hoppa, normalniy. Ya'ni ko'p nafas olmay turolmayman. To'g'riroq davay. Davay, tezroq. Voy, bu nima? Vashsha qiyin bo'lyapti-ku. Juda qiyin bo'lyapti menga. Bor, davay. Ehtiyot bo'lamiz. Hoppa, yaxshi. Ajoyib. Xo'sh. Bilmas bo'ldi bu narki yo'l ekan. Ochish kerak bu yerda menimcha. Oh my god. To'xtanglar. Qanday qilib ochsam bo'ladi? Yopiqmikan bu yer? Bilmadim. Ketdim. Bo'lmasa bir dam olaydi. To'xtanglar. Mana bu yerda ekan. Sirli sekretli richag. Yaxshi, ajoyib. Mana shuni buzamiz. Hoppa, normalniy, tezroq. Ajoyib, mana shu yerdan tushamiz. Hoppa, normalniy, ochilibdi. Davay. Hoppa, olmachani yeb olamiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sababi bilasizlar, anovi kelib qolishi mumkin. Boyagidaqa zombichalar kelib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Hop, pistoletimni olaman. O'zimda ajoyib pulemyotimni to'g'rirog'i. Ana endi yuqoriga chiqamiz asta sekinlik bilan. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Menimcha bu yerda hech nima yo'q. Oddiygina shaxta bo'lsa kerak obunachilar. Albatta, oddiygina shaxta ekan. Bu tushunmadim, nima bu?
qanaqadir obsidian va g'alati ekan mana buni bizgacha mana bu eshikka borishimiz kerak menimcha. Ha, давай, tezroq buzil, tezda. Oppa, нормально, Pedroq ham bor ekan pastda, mayli. Mana bu bo'lganda ham hop qishloqqa kelsa kerak, mayli. Bo'lmasa bu eshikni ochishimiz kerak. Hop, yaxshi. O, menimcha topdi. O, kompot qaniysa, yaxshimisan? Voy, yaxshimisan? Ha. Mana qo'y topdim men seni va mana bu pullarni ajoyib. O, mayli, juda ham zo'rsan kelibsan. Вообще, nima desam bo'ladi? Silat to'g'rirog'i men o'zimni bosqichlarni o'tolmaysizlar deb o'ylagandim. Endi bu bo'lganda borib qarash juda ham ko'p pullar yutib oldim. Bu pullar barchasi menikimi? Albatta, bemalol saniki bu pullarni olishing mumkin va juda ham omadli va juda ham yaxshi qat'iyatli qishloqi ekansan. Ha, lekin boki oq qishloqi bilan nima desam bo'ladi, siyohrang qishloqni bechoralar omadi kelmadi. Mayli, omad kelmagan bo'lsa ham mayli, sen mana shu yerda yutding va mana o'zingni prizlaringni olishing mumkin, sovg'alaringni. Katta rahmat, lekin bor kompot, bu narsadan kutmagandim yutaman deb. Mayli, obunachlar mana ko'rishinglar mumkin, qishloqqa yutdi. O'zimizdan mana bu nima desam bo'ladi, o'zimizning challenge'imizda. Bu qishloqqa mayli pullarni yaxshilikka ishlat, o'zingga ham yaxshi bersin, bo'lmasa bo'pti, o'zingga qara. Mayli, kompotga katta rahmat. Mayli, nima ham derdim obunachilar, bo'lmasa men hozir bu qishloqqa yordam berishim kerak. Kelsi video rolikgacha ko'rishguncha xayr obunachilar. Nima desam bo'ladi, video rolikka like bosishni unutmanglar. Xayr.